Pulning tili yo'q deyishadi. Biroq men hayotda uni gapirganiga ko'p marotaba guvoh bo'lganman. Shuni unutmangki, agar ota-onalar mehnat qilayotgan bir paytda farzandlar kayfu safo bilan band bo'lishsa, bilib qo'yingki, bu ota-onalarning nabiralari tilanchilik qiladi. Assalomu alaykum g'animat dunyoning g'animat insonlari. Oqibat bizlarni tark etmasligini tilagan holda 2025-yil iyul oyi uchun kutilayotgan eng aniq yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari yoz faslining o'rtasi qo'y burji vakillari uchun rejalaringizni sekinlashtirish va qayta ko'rib chiqish vaqti. Bunda siz vaziyatning muvaffaqiyatli kombinatsiyasiga ishonmasligingiz kerak. Hatto siz ko'p kuch sarflagan narsalar ham to'xtab qolishi xavfi yo'q emas. Ammo bu sizning maqsadlaringizdan voz kechish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Balki ularga erishish yo'llarini qayta ko'rib chiqish uchun turtki vazifasini o'tashi darkor. Katta ehtimol bilan siz oson yo'lni unutib qo'yishingiz mumkin. Shaxsiy munosabatlar sohasida yulduzlar yaqinlaringiz bilan ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishni tavsiya qilishmoqda. Yarashish va yurakdan gapirishning vaqti keldi. Yozning o'rtalari sayohat qilish uchun qulay bo'ladi. Agar siz qattiq va yaxshi ishlagan bo'lsangiz, uzoq vaqtdan beri orzu qilgan joyga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shaxsiy hayotingiz haqida unutmang. Ta'til va sayohat joyi haqidagi fikringiz yaqinlaringiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Dam olish paytida esa tashqi dunyodan butunlay uzilib, faqat dam olishga harakat qiling. Bu sizga juda muhim ichki masalani tushunishga imkon beradi. Siz uy bilan bog'liq bir qator muhim muammolarni hal qilishingiz kerak. Ko'chib ketishni rejalashtirayotganlar bo'lishi mumkin. Ular reja vaqtini o'zgartirishlari kerak. Shaxsiy hayotingizda qiyinchiliklar bo'lishi xavfi mavjud. Moliyaviy ahvol beqaror, shuning uchun katta xarajatlardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Buzoq burji vakillari. Bu davrda buzoq burji vakillari o'z so'zlari haqida ko'proq ehtiyot bo'lishlari kerak. Tuyg'ular to'lib toshib, sizni noxush oqibatlarga olib kelishi xavfi yuqori. O'ylamasdan bayonotlarga qo'shilmang. Yulduzlarning maslahati ko'proq vazmin bo'ling va fikringizni tezda o'zgartirishingiz mumkinligini yodda tuting. Oyning oxirida ortiqcha sarf xarajatlardan qochishga harakat qiling. Kutilmagan xarajatlar ustuni paydo bo'lishi ehtimoli mavjud. Siz barcha mas'uliyatni unutib, vaziyatni o'zgartirishni xohlaysiz. Katta ehtimol bilan sizning muhitingiz orasida yoqimli insonlar bo'lmaydi. Rejalaringiz haqida faqat eng yaqin odamlaringizgagina ayting. Sayohatga chiqishdan oldin hozirgi holatni tekshirib ko'rishingiz kerak. Safar oldidan yaxshi pul ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Oilaviy hayotda hamma narsa yaxshi ketadi. Bolalarga g'amxo'rlik qilishni yoddan chiqarmang. Egizaklar burji vakillari. Bu oy egizaklar burji vakillari uchun ijodiy salohiyatni rivojlantirishda qulay vaqt bo'lishi kutilmoqda. Bu davrda ilhom sizning tez-tez mehmoningiz bo'ladi va bu yerda asosiy narsa bu vaziyatdan to'g'ri foydalanishdir. Siz juda ko'p ajoyib g'oyalarni yaratishingiz va kerakli natijaga erishishning oson yo'lini topishingiz kutiladi. Asosiysi o'zingizga ishonish. Iyul oyi o'rtalarida ovqatlanishingizga e'tibor qarating. Ovqat hazm qilish tizimi zaif bo'lishi xavfi mavjud. Shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq masalalar bilan band bo'lasiz. Kelajak uchun rejalar tuzing. Ehtimol siz munosabatlarni rasmiylashtirish haqida ham o'ylab ko'rarsiz. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, o'z sevgingizni uchratasiz. Karyera imkoniyatlarini qo'ldan boy bermang, sababi siz boshqa xodimlar orasida ajralib turasiz. Oy oxirida moliyaviy tushumlarni kutsangiz bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bu davrda qisqichbaqa burji vakillari o'zlari uchun ko'plab qo'shimcha daromad manbalarini topadilar. Bu esa ko'plab moliyaviy muammolarni hal qiladi. Ammo shu bilan birga ishonchsiz odamlardan uzoqroq turish kerak. Sizni adashtirish va sarguzashtlarga jalb qilishlari xavfi yuqori.
xotinlar uchun oyning oxiri bir-biriga yanada yaqinroq bo'lish uchun ajoyib vaqtni taqdim etadi. Sizning o'zaro tushunishingiz maksimal darajada bo'ladi. Shunday qilib, qo'shma rejalarni muhokama qilish va o'tmishdagi muammolarni hal qilish soat kabi o'tadi. Ish muammolarini hal qilishga harakat qiling. Moliyaviy masalalar ko'p vaqtni talab etadi. Ehtimol bir muncha vaqt shaxsiy hayotingizni unutib turarsiz. Taslim bo'lmang. Maqsadingiz yo'lida ishonch bilan birga boring. Yaqin odamlar sizga har tomonlama yordam berishlari kutiladi. Arslon burji vakillari. Yoz faslining o'rtasi Arslon burji vakillari uchun juda ko'p yaxshi imkoniyatlarni va'da qilmoqda. Ammo ular bilan birga bu belgi vakillari yangi mas'uliyatga duch kelishadi. Bunday naqsh ushbu belgi vakillari uchun to'siq va hatto qandaydir to'xtatuvchiga aylanishi xavfi mavjud. Baxtli imkoniyat charchatuvchi yuk bo'lib qolmasligi uchun yulduzlar ishni oson qabul qilishni maslahat berishmoqda. Nafas oling va ishga kirishing. Esingizda bo'lsin, siz hamma narsaga dosh bera olasiz. Turli xil insonlar bilan faol muloqot qilasiz, lekin bu har doim ham sizga yoqavermaydi. Agar sizga bo'ysunadigan jamoa bo'lsa, unda bu ham sizga oson kechmaydi. Bu orqali siz ziddiyatli vaziyatlarga duch kelishingizda o'z aksini topadi. Oy oxirida siz to'liq dam olishingiz mumkin bo'ladi. Parizod burji vakillari. Bu oy Parizod burji vakillari uchun yangi kashfiyotlar davri bo'lishi kutilmoqda. Ushbu belgi vakillari nafaqat o'zlaridan kutilmagan iste'dodlarni topishlari, balki ularni muvaffaqiyatli qo'llashlari ham mumkin. Sevgi masalalarida yolg'iz yuraklarga yulduzlar atrofga diqqat bilan qarashni maslahat berishmoqda. Ehtimol sizning taqdiringiz juda yaqin va siz buni aniq sezmassiz. Iyul oyining oxiri Parizod burji vakillarini daromad bilan sezilarli darajada xursand qiladi. Katta ehtimol bilan moliyaviy ahvol rejalaringizni amalga oshirishga imkon beradi. Shunday ekan sizni ajoyib qulay davr kutmoqda desak adashmaymiz. Ko'p savollarni hal qilasiz, ishda siz o'zingizni ko'rsata olasiz. Bundan tashqari katta moliyaviy tushumlarni kutsangiz bo'ladi. O'zingizni yangi faoliyatda sinab ko'ring. Yaqinlaringizga ko'proq e'tibor bering. Mojarolar va janjallarni qo'zg'atmaslikka harakat qilishingiz lozim. Tarozi burji vakillari. Bu davr Tarozi burji vakillari uchun o'z qarorsizligi bilan kurashishda ajoyib vaqtni taqdim etadi. Endi oldinga borgan har bir ishonchli qadamingiz juda yaxshi natijalarni beradi. Shubha tufayli har bir kechikish sizni sezilarli darajada orqaga qaytarishi mumkin va shuning uchun harakat qilishning vaqti keladi. Intuitsiyangizni tinglang va pessimistik maslahatlardan uzoqroqda bo'lishga harakat qiling. Iyul oyida har bir lahzani to'xtatishingiz kerak va hayotdan to'liq zavqlanish choralarini ko'ring. Atrofga nazar tashlang. Endi sizning yoningizda juda ko'p yaxshi va yoqimli narsalar bo'ladi. Iyul oyi siz uchun hayotning ko'p sohalarida tinch, quvonchli va osoyishtali o'tadi. Hozir nimani o'zgartirmoqchi ekanligingizni o'ylab ko'ring. Tahlil sizga uzoq vaqt davomida bostirib kelgan istaklaringizni aniqlash imkonini beradi. Kelajak haqida o'ylang. Sizda bir nechta variantlar paydo bo'ladi. Ko'p muammolar nisbatan tez hal qilinadi. Sizga ish joyida yangi lavozim taklif qilinishi ehtimoli mavjud. Uni rad etmasligingiz lozim. O'zgarishlar qilishga jur'at eting. Notanish odamlar bilan muomala qilishda nihoyatda hushyor bo'lishingiz lozim. Chayon burji vakillari. Iyul oyining boshi Chayon burji vakillarini ijobiy martaba o'sishi bilan quvontiradi. Endi sizning muvaffaqiyatingiz sekin-asta ko'rina boshlaydi. Asosiysi qo'rqmaslik va o'zingizni jasorat bilan e'lon qilishdir. Kamtarlik yozning o'rtalarida yaxshi strategiya hisoblanmaydi. Oy oxirida sog'lig'ingizga e'tibor qarating. Sizning immunitetingiz zaiflashishi xavfi mavjud. Shuning uchun tanangizni keraksiz xavf-xatarlarga duchor qilmang va o'zingizga g'amxo'rlik qilish uchun ko'proq vaqt ajrating. Shunda iyul oyida sizni hamma narsada omad kutadi.
Hatto o'z-o'zidan va o'ylanmasdan qilingan qarorlar ham kutilmaganda sizga shaxsiy hayotingizda baxt va axloqiy farovonlikdan bahramand bo'lishingizga imkon beradigan mevalarni taqdim etadi. Ish va shaxsiy hayotni birlashtirmaslikka harakat qiling. Ish kunlari, dam olish kunlari jadvaliga qat'iy rioya qilishingiz lozim. O'zingizni kuzatib boring. Agar siz o'z mas'uliyatingizni boshqalarga o'tkazsangiz, ular uchun muammolar yaratishingiz mumkin degani. Mumkin bo'lgan oqibatlar haqida o'ylab ko'ring. Bunda sizning harakatlaringiz sabablarini boshqalarga tushuntirish qiyin bo'ladi. Moliyaviy ahvol siz xohlaganchalik qulay kechmaydi. Qarzga qolishingiz ehtimol yuqori. Shaxsiy hayotingizda sizni yangilanish davri kutmoqda. O'qotar burji vakillari yoz fasli soyasida o'qotar burji vakillari o'z to'lqinini ushlaydi. Ko'p jarayonlar eng kutilmagan tarzda chiqib ketadi. Boshqa tomondan o'qotar burji vakillari hushyor bo'lishlari va o'zlarining epchilliklarini yo'qotmasliklari kerak. Shubhalar o'ziga ishonchsizlik va undan ham ko'proq passivlik bu sizning asosiy tomoningizga aylanishi hech gap emas. Shuning uchun uni o'zingiz yaratmang. Shaxsiy sohada yulduzlar romantikani va'da qilishmoqda. Hatto uzoq vaqt davomida yaqin munosabatlarda bo'lganlar ham so'ngan ehtirosni qayta tiklashlari mumkin bo'ladi. Maqsadlar sari ishonch bilan harakat qilsangiz, omad albatta siz tomonda bo'ladi. Bu orqali siz barcha to'siqlarni yengib o'ta olasiz. Oilaviy hayotda sizni baxtli voqealar kutadi. Ishda ijodiy bo'ling, hamma narsada halol bo'lishga harakat qiling. Shunday qilib siz moliyaviy yo'qotishlardan qochishingiz mumkin bo'ladi. Tog' echkisi burji vakillari bu davrda yulduzlar tog' echkisi burji vakillariga o'z tashvishlaridan voz kechishni va o'zlariga bir o'z-o'zidan dam olishga imkon berishni maslahat berishmoqda. O'zingizni dankasa ekanligingiz bilan qiynamang va undan ham ko'proq unga qarshi turing. Katta ehtimol bilan tanangiz manzarani o'zgartirishga juda muhtoj. Agar siz o'zingizni tinglashga va o'zingizni yangi taassurotlar bilan erkalashga muvaffaq bo'lsangiz, mehnat sohasida ishlaringizni yaxshilash uchun ilhom va energiya kuchun kafolatlanadi. Aks holda siz qiyin davrni boshdan kechirasiz. Istalgan natijaga erishish uchun siz biror narsani qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Agar siz qiziqarli ish bilan band bo'lsangiz, o'zingizni ko'rsata olasiz. So'ngra sizning harakatlaringiz boshqalar tomonidan qadrlanadi. Ammo bu yerda siz oilangizni kamroq ko'ra boshlaysiz. Ish bilan band bo'lish ko'p xatolarga yo'l qo'yishi xavfi mavjud. Shunday ekan, vaqtingizni to'g'ri boshqarishga harakat qilishingiz kerak. Qovg'a burji vakillari bu davrda qovg'a burji vakillari ishonchi komil bo'lmagan odamlarga nisbatan kamroq ochiq bo'lishlari kerak. Jamoat mulkiga aylangan rejalaringiz va maqsadlaringiz yaxshi tomonga emas, balki sezilarli darajada o'zgarish kutiladi va barchasi yomon niyatli hamda hasadgo'y odamlarning yaqin atrofda paydo bo'lishi xavfini oshiradi. Shuning uchun maslahat olishda faqat ishonchli va yaqin insonlarga murojaat qiling. Sevgi masalalarida yaqin insoningiz bilan kichik nizolar bo'lishi istisno qilinmaydi. Ammo ularni osonlikcha hal qilish ham mumkin. Asosiysi tashabbusni o'z qo'lingizga olishdan iborat. Bo'lmasa sizni qiyin davr kutadi. Ziddiyatli vaziyatlarga duch kelishingiz bunda o'z aksini topadi. Yaqinlaringiz bilan muloqotda his-tuyg'ularni boshqaring. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz, sizni yangi munosabatlar kutadi. Ammo ular jiddiy narsaga olib kelishi dargumon. O'z farovonligingizni kuzatib boring, dietangizni nazorat qilishingiz lozim. Baliq burji vakillari bu davrda ko'plab baliq burji vakillari juda ko'p yolg'on va g'iybatlarga duch kelishadi. Buni aniqlash oson bo'lmaydi, ammo agar siz bunga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lsangiz va ma'lumotlarni tekshirib ko'rsangiz, o'zingiz uchun xavflarni minimallashtirishingiz yoki butunlay yo'q qilishingiz mumkin bo'ladi. Oy oxirida yulduzlar kutilmagan foyda haqida bashorat qilishmoqda. Siz uchun yoqimli xaridlar yoki muhim investitsiyalar bilan o'zingizni xursand qilish uchun ajoyib imkoniyatlar taqdim etiladi.
Yozning o'rtasi baliq burji vakillari uchun muhim kechadi. Katta ehtimol bilan siz uzoq vaqtdan beri o'ylab yurgan maqsadlaringiz yoki siz ishlab chiqqan g'oyalarni amalga oshirish bunda o'z aksini topadi. Hayotning barcha muhim sohalarida ko'plab o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Ishda va hamkorlik sohasida, shuningdek, do'stlik borasida sizga ko'p harakat qilmasdan muvaffaqiyatga erishish kafolatlanadi. Shaxsiy munosabatlarda esa uyg'unlikka erishish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga harakat qiling. Siz uyda imkon qadar kamroq vaqt o'tkazishni xohlaysiz. Shu sababli sayohat qilishingiz ham mumkin. Ammo uy yumushlari sizni dam olishdan chalg'itadi. Ishda vaziyat yaxshilanadi, sizning mehnatingiz rahbarlar tomonidan qadrlanishi kutilmoqda.